Kunam o'tdi. Normalniy tayinli ish ham qilayotganimiz yo'q. Mayli bir gap bo'lar. Heyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Muzalo. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Uzoq vaqt video olmadik desam ham ancha xato bo'ladi. Bir haftami, 2 haftami bo'ldi. Nimaga bu videoda maqsad nima deyishinglar mumkin? Uzr, salena hayajonlanmayman. Xullas, ozgincha aylanamiz shaharda. BMWni egasiga topshirdik. Ikkinchi qismini ko'rganlar uchun. Endi mashinamiz yo'q, hanuzdan ham bo'shatishdi. Yonimizda pulimiz ham yo'q. Negaki hamma pulimizni yebdi, sumka oldim. Poligimga bu sumka ham xullas original ekanda, mayli. Hozir endi ozgincha aylanamiz bu joyi. Keyin ish qidirib ham ko'ramiz do'stlar. Men boshqacha ishlarda ishlash niyatim yo'q. Bilasizlar, tuning qilishga qiziqaman, tuning qilish menga yoqadi. O'shaning uchun shunaqa ishlar bo'lsa yo'q demasdim. Voy do'stlar, men 2.6 vashshe chiroyli ekan, bu menimcha eskisi. Bularning motor vashshe kuchli motor bo'ladi, hadovoylari ham zo'r bo'ladi deb eshitganman. Tonirovkalari ham bor. Zo'r ekan, xullas menga yoqdi. Petvara qilib mashinani oppoq qilib, tonirovkalarni vashshe qop-qora qilsa undan ham zo'r bo'ladi. Men bu urilgan Prior ekan, men qaranglar do'stlar. Shunday mashina jalka, men qaranglar. Balonlari zo'r ekan, podveskali, chotki mashina, tonirovkalari 100 ekan. Meninikidan ham zo'r ekan. Yomon urilibdi, lekin do'stlar, nima qilaylik, qaranglar. Buni egasi menimcha yo'q. Urganda keyin tashab ketgan, menimcha. Bu mashinani xullas olamiz. Hozir men bu joyda tuning qilaman, ya'ni o'zimning servisimda, ya'ni bitta o'rtog'imning servisi bor, so'rasam berib turadi. O'sha yerda qilamiz tuning do'stlar. Benzin baklari ham bor ekan, cho'tga qilingan ekan. Menimcha men bu stalvaga urgan, keyin mashina parkovka qilib qochib ketgan. Ayoroda do'stimning servisi bor, sal uzoqroqda, mayli. Hozir buni olib boramiz, o'tirsa bo'ladimi? Mashina ochiq ekan do'stlar. Voy do'stlar. Mashina shikalatligini qaranglar do'stlar, men buni. Mashina вообще shikalat. O'zimiz buni qo'lda ko'rsatsa ham bo'lar ekan. Mashina shikalat ekan, xullas seniki qaytaraman. Men buni qaranglar. Matafonlari stokmasda cho'tga qilingan. Mana soatlarni ham qimmat qilib qilishgan. Mana sidenalari ham e'tibor berasizlar. Skorslarni qaranglar do'stlar, mana. Chiroyli qilib chexolon taqib qo'yibdi. Mashina zo'r ekan do'stlar, shikalat. U zavod ham qilingan ekan. Ovoz ham zo'r ekan. Xullas, men hozir olib boraman. Motorlarni ham boshqa qilamiz, stok qilib o'zimiz kuchaytiramiz, boshqa qilib nimadirlar qilib jamiki qilishi mumkin bo'lgan narsalarni qilamiz do'stlar. Endi do'stlar, bu kalitsiz ham zavod qilingan ekan, bilmadim endi. Menimcha aytganimdek shu yosh bolani mashinasi bo'lsa, xullas o'sha bu joylardan zavod qilish qilib qo'ygan. Misol uchun o'zi avtomatiskimi, boshqami ko'ramiz do'stlar. Hozir men buni tuning qilaman, keyin videoni davom ettiraman do'stlar. Tayyor do'stlar. O'zinglar bitta 5 bahoni berib qo'yasizlar. Men qilgan narsalarimni aytib qo'yaman boshidan. Kuzov rangini hammasini shilib oldik, chunki do'stlar qirilgan, chizilgan nimadirlar bor edi. Uni olib tashadik, tonirovkalarni shildirib tashab oldik, mana qanchiblik qoplamasi qildik. Keyin diskasini alishtirdik, o'zini diskasini ko'p ham yurib bo'lmasdi baribir. Keyin do'stlar bunga nomer oldim. Nomer mashinadan qimmat deydi-ku, shunaqa do'stlar. Bitta rasmi ham olib qo'yamiz. O'zimga mashina yoqdi do'stlar. Keyin do'stlar, men mana shunaqa tuning narsalarga qiziqdim. Qiziqib qolman. Nima deydi? Sizlar ham o'rgatish bo'yicha tekinga kanal ochdim. U ommaviy kanal emas, maxfiy kanal. O'shanga qo'shilish xohlasanglar, opisaniyada Telegram kanalim bor. O'sha Telegram kanalimga o'tsanglar, o'zim mana shu bo'yicha yozganman. Bitta 7 raqamni yozorasizlar. Muhokamaga bo'ldi do'stlar. Avtomatik o'zingizlar qo'shilib o'rganishingiz mumkin. Chala qoldi, keyin hamma narsasini aytdim. Keramika qildirdik, polirovka hamma narsasini qildirdik. Keyin motorini stok qo'ydim. Motorini keyin boshdan yig'di. Keyin do'stlar, mana narsa ham qildik. Buni alohida aytib o'tmasa bo'lmaydi.
farasini buyog'iga qilib turamiz. Nimaga kerak bilmadim, lekin o'rtog'im aytib qoldi, davay qilamiz dedim. Mashina yaltillab turibdi, bunga alohida 5 baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Mashina nimagadir orqada turibdi. Keyin buni avtomat korobka qilib shunaqa miyada programmasini qildik. Mamtdan olindi do'stlar, o'zi oldingi egasi avanikani bosib tursa zavod qiladigan qilib qo'yibdi, bilmadim nima qiladi. Bu yoq tomoniga start stop qildik, zaradimiz ham tugadi, hammayli. Keyin ABS tormozni olib qo'ydik, ABS tormoz bor ekan. Boya mamta qizilda to'xtayman deb sekin baxga otuvdim video olishga. To'xtayman desam, sekin bossam ham tez to'xtab, silkitib, yaxsham orqada mashina yo'qdi, bo'lmasa bilmayman nima bo'lardi. Xullas, kamamtilari ham e'tibor berasizlar, buni qiyshiq qilib qo'ydik. Mana bu saloni mamaqa joy bor, shu yoqqani uchun bu yoqni ham qo'rdik, obshipkalari ham qo'rdik do'stlar. Video tugadi, ko'rganingiz uchun rahmat, hammaga xayr do'stlar. Keyin mana buni bitta оборотini ham ko'rib qo'yinglar o'zingizlar do'stlar, alohida ko'rib turganingizdek 8000 оборотga chiqyapti. Ha do'stlar, aytgancha, shu tuningimiz yoqmay yoki boshqacha bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa like, comment, obuna kutaman va Telegram kanalimga ham qo'shib qo'yinglar. Lekin yoqmagan bo'lsa, iltimos, yuranglar, keyin qilinglar. Shunday o'tkazib yuboringlar do'stlar. Negativ yozmay qolsanglar, hech kim sizlarning nomingizga kredit olmaydi, boshqa qilmaydi do'stlar. Prosta tak mayli, yoqmadimi o'tkazib yuboringlar. Men sizlardan xafa bo'lmayman yoki yoqmasa ham komment yozib, like bostirmayman. Yoqdimi, qiziqdinglarmi? Mayli, bo'lmasa yo'q. Video tugadi, hammaga rahmat, hammaga xayr. Sizlar bilan Muzolov bo'ldi. Hammaga omad.